Kitiga tushgan hammom bani pechkamiz razmerlarini aytib o'tinglar degan akalar uchun maxsus. Bu devorni tashqarisidan yoqiladi. Mana devorni hisobini olganmiz akalar. Mana devorni hisobi. 35. Hammomning ichida turadi. Bu yerda bu titanini kiydirib qo'yadi. Xohlagan razmeriga aylantirib olsa bo'laveradi. Bu yerga kiydirib turib. 35 bu yog'i ham. Bu yog'i ham 35. Bo'yi shunda qancha bo'ladi bo'yi? Bo'yi 45-44 sm bo'ladi mana. Yerdan 47 ko'tarilyapti. Devorliklarning qismi mana ustakalarga kerak bo'ladi. Razmerini olib ketasizlar mana akalar. Yerdan bu tarafi. Titani 2x2 lik yangi lista bo'ladi. Pechkasi 4 lik lista bo'ladi. Qalin 4 lik lista bo'ladi Andijon shahrida. Pechkamiz yoqilg'i tanlamaydi. Xohlasanglar o'tin, ko'mir, gaz ketaveradi. Ikkita razmerlarga qarab turbichka qo'yib beramiz suvni kirdi chiqdisiga.